Kaçan hazır oldu bu? Hazır lekin. 250. Yaxşı boptur je. Bunday oynap soda qildi, je realni qildi. Realini qayra 260 deb ko'tardi. Dastur shu. Birinchi nima? Beraber kichkina chegillar ham bor. Kabar tortini sotdi. Ha ha. Qancha oldu? Onlik. Qaysi? Mana shularda. 130. Mana nima ham bor? Safar ham bor. Yo'q, 100 so'm bo'ldi. Mana 130 maydi. Bular qurmayu? Qaysi? Yo'q, qurmay emas chiqsa kerak. Mana ko'y qurmay. Qaysi? Mana. Bu qancha oldi dedingiz? Qurmaylar? 130. Mana ular tushunishsizlik oldu da, je qurmay emas, jabriko'si emas. Boshqacha da sotish. Mana 105 bo'ldi dedi hocam. Ha? 105 bo'ldi dedi. Mana qancha oldi? Qancha oldi mana? Ya 10 soatdan bo'ldi. Bo'ldi bu. Mana 105 qildi dedi hocam. Bergakchi. Mana atayni qiladi. Ha? Вообще qancha oldi вообще? 210. Mana men bu. Buni men 210 bo'ldi. Mana zo'r o'rikkan, ha? Ana shuni. Ha? Shu yaqinda topadi, makama jarib. Bozor tushib ketdi deb nima berib qo'ydim. Yo'q. O'rikka qarab. Manalar qancha oldi bergak? Bergak ham bu. Sizki to'ki 210 bo'layotgan-da. Mana qizilcha. 100 volt olaymi? Yaxshi bo'yda. Shokolad. Mana. Normal. Yo'q, mana shokoladimizchi. 100 so'm. Hey. 100 ga bosar o'raman. Taqa. Siz qo'ying-a. Qancha oldi? Yo'q, bu aji sizniki-ku. Yo'q, do'sti. Qancha oldi? Bu 200 bo'ldi do'ku. Assalomu alaykum jamoat. 200 bo'ldi. Meni otim Asanboydi. Ha? Tamam, bo'ldi. Ben taqalayna bırakın. Bu qancha oldi? Ko'y biriga 200 dedi hozir. Ha? Ne? Sodani. Bo'ldi. Söylüşüyoruz. Oldu, söylüşüyoruz da. iPhone 16 mı ne? 17 mi? Bilmiyorum. Bu qancha oldu mana? Bo'lar bu yem ochiltadi. Qancha berasini? Qachindala shunday. Belli kam vardı o'tamda. Rosa sovuq yerdan kelgan, deymi? Bu satib qolgan. Güzellikda. O satrofga men so'ray. Ha, bu qancha oldi? Qo'lga tiyish. 150 so'm bersang bo'ldi. 100 so'm beraman bo'lgan. 100 so'm turadi. Bu O'zbekiston bu sharbat qilay. Siz bilmaysiz, katta ko'rmaysiz quloqdan. 30 mu? Erta kapot qilsa ishasiz. Var 30 katta. Yo'q. 30 da otasın. Sigmadan berdim. 30 da otasın. Adamda kelo da. Günü ısıtık. Valla yem açılsa ben çıkıyorum lazım. 70 mi lira? Yok bu. İyi Biraz 70 oldunuz mu? Babay olur ne? Babay. Isparaya gel. 65. 65 mi? Para veriyor. Kim aldı? Allah var pazarı buna. 3 gün. Keçki pazar başladı yani abetten keyinle. Çok ahır. İsteyen video kaçıyor ha? Doğru. Bu qancha oldi? Bozor qancha qildi? Zo'r bo'lib turibdi. 85 so'm bo'ldi, ha? Qizil o'rik. Murda barga qo'yib, bo'y qolgan kerak. Qo'y qo'y. 85 qilyapman. Siz qiltasizmi? Jumoqda aytsan. Siz ketgan kerak ko'zga qara. Jumoqda aytayri. Bunday bozor. Shu videoni tashlab men voy xafa bo'lib Mana shu kishi qilta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qancha qildi? Alaykum.
Buni 75 so'radim, o'g'il. 75. Terimi bor ekan, ha. 85 Bunga Ne hazır 95 oldu ya. Kim bir sen aytdın mı? Ha, bozorda o har kim har qancha qanday savdo qilganini qilyapti. ayting. Men 75 ga realni qo'lnisha savdo qilyapman. Ama terimlari bor ekan, shunga kelishtiringizlar. Sen aytılsa. Şir qo'zagan. Hozir terib Hozir men aytib o'tirganda 85 qilib ketgandan keyin. Bo'la keldi. Lazım ona 95. Dedi anam bu. 95 de Evet 95 YouTube'ga bu qaysi kanal? YouTube'da. YouTube'ga. Qaysi kanal? Bizlar ko'ryapmiz ama. Mana ko'rganlar aytadi da Batken KG. Yo, kanalda nomi bormi? Ha Batken KG. Batgan kechi bo'ldi. Bu bilmeyli çürmüşler. Obunachilaringizga salom. Mana ala Sancar beyler bilet mi ha? Bo'y bo'la keldi. Akam aka haqiqatni o'ratayin batta. Biz realni Realni ba. Qancha qildi? Hozir 75 realni qo'lnisha savdo pul beraman. Qancha chiqsa ham deb savdo qilyapman. Mana bu qo'lini ham ushlab qo'ying, hali. Keling, Firg'ozaga. Bering yaxshi Musamisiz? Ya siz tatmayız ha özler hit bo'laveradi. Borsa endi dehqonda topsa yaxshi-da. 2 ton nar. Baran. 2 ton nar ekan buni. 75 diyorlar. Qancha bo'lyapti? 9-sinf bo'ladi. realni hayotni o'ratayin. Qo'ldan Birodarlarimizga O'zbekistonda